Buxoro tarixiy meros va zamonaviy yuksalish uyg'unlashgan, ilm-ma'rifat an'analari davom etib kelayotgan diyor. Tarixda jadidchilik harakatining eng faol, eng murakkab va eng keskin kurashlari kechgan hududlardan biri bo'lgan ushbu manzilda jadidlar nafaqat ma'rifiy g'oyalarni yoygan, balki siyosiy islohotlar uchun ham jiddiy harakatlar olib borganlar. Jadidlar ta'lim, ma'naviyat va jamiyatni isloh qilish yo'lida katta jasorat ko'rsatdilar. Ularning merosi bugun ham buxorolik yoshlarni befarq qoldirmayapti. Buni birgina jadidlar izidan respublika tanlovida ishtirok etish istagini bildirgan 44 ming nafardan ortiq o'g'il-qizlar shijoatidan ham bilish qiyin emas. Tanlovning viloyat bosqichi uchun Buxoro shahar 43-umumta'lim maktabi tanlandi. Tanlov avvalida ehtirom namunasi sifatida kelajak avlod vakillari ko'chat ekishdi. Bu bog' kelgusida ma'rifatning maskani, aziz vatanimizning obod manzili, yoshlarga ilhom baxshida etuvchi yashil bog' bo'lishi niyat qilindi. Jadidlar izidan tanloviga bu yil qiziqish juda katta, to'g'risi 44 ming nafar o'quvchilarimiz bu yil mana shu jadidlar izidan tanlovda ishtirok etish uchun ariza qoldirgandi. Tuman shahar bosqichlarini o'tkazib olgandan keyin mana bugun viloyat bosqichini boshlab yubordik. Viloyat bosqichida 26 nafar o'quvchilarimiz ishtirok etishyapti. Bugun ular 3 ta shart asosida bellashadilar. Men o'ylaymanki, mana shu 3 ta shart hakamlar hay'ati tomonidan adolatli, shaffof baholanadi va respublika yo'llanmasini qo'lga kiritgan o'quvchilarimiz albatta respublikada mana shu Buxoroning o'rnini, o'zini bilimini, o'zini ilmini, o'zini kuchini ko'rsatadi. Jadidlar izidan tanlov albatta bu yurtboshimizni, prezidentimizni tashabbuslari bilan tashkil qilingan juda yaxshi tanlovlardan biri hisoblanadi. Bilasiz, qadimda ham jadidlarimiz ilm olishga targ'ib qilgan, islohotga targ'ib qilgan. O'ylaymanki, mana shu jadidlar izidan tanlovini g'oliblari ham ilm ma'rifatli o'quvchilar bo'lib, maktablarimizda mana shu ilmni targ'ib qiladi, ko'proq ma'rifatli bo'lishni targ'ib qiladi deb niyat qilganmiz. 3 ta shart asosida bellashadi. Bularning ichida eng asosiysi mana shu asarlar tahlili meni o'zimga juda yoqadi, chunki o'quvchi izlanadi bu shartda, o'qiydi, asarlarni demak tanib oladi, qahramonlari bilan tanishadi va o'zlarining mustaqil fikrlarini bayon qilishadi. Bundan tashqari yana bir tashabbusga qo'l urdik. Bu jadidlar bog'i tashkil qilindi. Mana shu tanlovda har yili biz qaysi maktablarda agar tanlov o'tadigan bo'lsa, albatta jadidlar bog'i tashkil qilinib, yaxshi niyatda ko'chatlar ekib kelyapmiz. Jadidlar izidan klublari tashkil qilingan maktablarimizda, ushbu maktablarimizda mana shu kutubxonalarida haftada bir marta yig'ilib, mana shu asarlarni tahlili bilan, undan tashqari jadidlarning hayoti bilan yaqindan tanishishadi. Bunda albatta ona tili va adabiyot fani o'qituvchilarimiz, xuddi shuningdek tarix fani o'qituvchilarimiz juda yaqindan ko'mak berishadi. Maktab kutubxonachilari ham mana shu klublarni tashkil qilishda jonbozlik ko'rsatib, mana shu klublarni jonlantirishda yaqindan yordam berishyapti. Ushbu klublar faoliyati natijasida mana jadidlar izidan tanlovda o'quvchilarimiz puxta tayyorgarlik ko'radi va albatta tanlovlarda ishtirok etib o'z tajribasini oshirib keladi. Har qanday jamiyatning taraqqiyoti avvalo o'z tarixiy ildizlarini bilish va ularga hurmat bilan munosabatda bo'lishdan boshlanadi. Jadidlar millatning o'zligini saqlab qolish, uni zamonaviy tamaddunlar bilan uyg'unlashtirish yo'lida kurashdi. Yoshlar jadidlar merosini o'rganish orqali o'z tarixini, milliy qadriyatlarini chuqurroq anglaydi. Ularda milliy g'urur va o'zlikni his qilish tuyg'usi shakllanadi. Bu esa har qanday taraqqiyotning eng muhim omillaridan biridir. Mana jadidlar izidan tanlovi 2 yildan buyon o'tkaziladi. Mamlakatimizda juda ham chiroyli tanlov hisoblanadi. 2 yildan buyon o'quvchilarim muvaffaqiyatli ishtirok etadilar, viloyatda ishtirok etamiz. O'quvchilarim mana shu tanlovda ishtirok etish uchun juda ko'p jadidlarimizni tanidilar, ularning asarlari bilan tanishdilar. Tuman bosqichida ham o'quvchilarimizni olib borganimizda bilimga chanqoq o'quvchilari hammasi jadidlarning asarlarini o'qib, g'olib bo'lish uchun hech bo'lmaganda mana shu asarlar bilan tanishganliklarini bildirish uchun harakat qiladilar. Jadidlarning asosiy maqsadi ta'limni rivojlantirish, xalqni savodli va ma'rifatli qilish edi. Ular maktablar ochib, yangi usulda darslar o'tdilar, darsliklar yaratdilar, gazeta va jurnallar chiqardilar. O'sha davr yoshlarini ilm, kitob, izlanish va o'qishga bo'lgan qiziqishlarini oshirgan. Fitratning ilm haqidagi qarashlari, Behbudiyning millatni qutqarish yagona yo'li ma'rifat degan g'oyalari bugungi yoshlar, ayniqsa tanlov ishtirokchilari chuqur anglagan hayotiy haqiqatlarga aylanib bormoqda. Jadidlarimizni
hayot va ijodlari to'plamlarini barchasini mutolaa qilib chiqdim. Shuningdek, ularning asarlarini ham Abdulla Avloniyning ikkinchi muallim asari tushdi. Albatta asardan parchalar keltirgan holda, asarni hikoyatlarini keltirgan holda yaqqol ochib berishga harakat qildim. Aynan Abdulla Qodiriyning asarlari meni ko'p ta'sirlantirdi. Shuningdek, Mehrobdan chayon, O'tgan kunlar romani albatta adabiyotimizda yuqori saviyada baholangan romanlardan biri hisoblanadi. Ulardagi har bir iqtiboslar inson to'g'rilikka chorlaydi. Jadid bobolarimizning merosxo'ri sifatida 3-Renessans vakillari bo'lib, prezidentimiz, yurtboshimiz yaratib bergan imkoniyatlardan to'liq foydalangan holda ularning merosini o'rganib, albatta harakatdan to'xtamasligimiz kerak deb hisoblayman. Tanlov nizomiga ko'ra 2 yosh toifasida, ya'ni 6-8 hamda 9-10 sinf o'quvchilari 3 ta shart asosida o'zaro bellashdilar. Bosh qotirmada 10 ta savolga javob topilsagina ishtirokchi 20 ballni qo'lga kiritishi mumkin. Ilk jarayon ular uchun ancha hayajonli bo'ldi. Men ushbu tanlovga birinchi marta qatnashishim hayajon ozgina emas, ko'proq bo'ldi deb o'ylayman. Tanlov menga juda ham yoqdi. Jadid bobolarimizni izlaridan yurib, ularga o'xshashga harakat qilamiz. Ular haqidagi asarlarni o'qib o'rganamiz. Bu asarlarni o'qib qanday qilib qiyinchilik bilan o'zimizni tilimizga, erkimizga erishganimizni tushundik. Uni qadriga yetib, endi avaylab ularni buzmasdan biz ham kelajak avlod uchun asrashga harakat qilamiz. Umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilari o'rtasida jadid alloma, adib va mutafakkirlarning boy ma'naviy merosini keng targ'ib qilish orqali o'quvchilarni kitobxonlikka jalb etish, ma'naviy dunyosini boyitish, ularda mustaqil va tanqidiy fikrlash hamda vatanparvarlik ko'nikmasini shakllantirish maqsadida o'tkazilayotgan tanlov qizg'in bahs va munozaralarga boy kechdi. Ushbu bellashuvlarning ikkinchi shartida, ya'ni asar tahlilida o'quvchilarning egallagan bilimlari elakdan o'tkazildi. Belgilangan kitoblarni o'qib chuqur anglagan va tahlil qila olgan ishtirokchilar ushbu shartda yuqori natijani qayd etishi mumkin. Boisi mazkur jarayonda hozir javob bo'lgan yoshlar 50 ballik tizimda baholanadi. Menga eng yoqqan Behbudiyning Padarkush asari, ya'ni u yerda ilmsiz bolaning padarkushga aylangani haqida aytilgan. Ilmsiz inson yaxshi yo'llarda hech qachon yurmasligi, doim yomon yo'lda kirishi haqida aytib o'tilgan. Asarlar har biri bizni ilm ma'rifatga chorlaydi bu asarlar. Aytish kerak, maktabda tashkil etilgan jadidlar izidan to'garagi ham o'quvchi yoshlarning bilimlarini mustahkamlash, kutubxona fondidagi noyob kitoblar orqali benazir adiblarning asarlarini ko'proq mutolaa qilish va o'quvchi yoshlarning bilimlarini yanada boyitish imkonini bermoqda. Maktabimizda faoliyat olib borayotgan jadidlar izi to'garagining bir a'zosiman. Biz darsdan keyin bu to'garakka qatnashamiz va bobo kalonlarimizni bizga meros qilib qoldirib ketgan asarlarini o'rganamiz. Hozirda biz to'garagimizda mana shu Abdulla Avloniy kabi bobolarimizning asarlarini juda ham chuqur o'rganyapmiz va kelajakda ularga munosib farzand bo'lishga intilyapmiz. O'tgan yil boshlangan tanlov birinchi yil odamlarda savol bo'lardi, qanday bo'ladi, nima bo'ladi. Bu yil bu savollar yo'q, ya'ni o'tgan yilgi katta bir natijalar, g'olib bo'lgan o'quvchilarni Germaniyaga safar qilgani, ular taassuroti, butun respublika bo'yicha qator e'tiroflar etilishi bolalarga juda katta ruh bergan, juda katta bir kuch bergan. Xuddi shunday bu yil Buxoro yoshlari ham tanlovga yig'ildi. Hammasi shaffof, ochiq. Buxoroda boshqacha o'tishi turgan gap, chunki bu yer aynan jadidlar yurti. Bu yerda aynan kitoblar yozilgan, shu biz aynan savollar berayotgan savollarning ko'p asosi o'zi shu yurtda. Va bu yerda o'ziga xos katta bir raqobat, katta bir maydon bor. Eng muhimi yoshlarda ishonch bor. O'zi bu tanlovning asosiy maqsadi o'sha jadidlar g'oyasini yoshlarga singdirish. Jadidlar merosini o'rganish yoshlar uchun nafaqat tarixiy bilim, balki hayotiy tajriba, ma'naviy kuch va intellektual yetuklik manbaidir. Ularning ma'rifatparvarlik g'oyalari bugungi globallashuv jarayonida ularni mustahkam ma'naviy ildizga ega bo'lishini ta'minlaydi. Hurriyat elchilarining orzusi bo'lgan ma'rifatli, taraqqiyparvar jamiyatni barpo etish bugungi yoshlarning qo'lidadir. Ikkinchi shartni ortda qoldirib, jadidlar izidan borayotgan yoshlar uchinchi shart inshoda ham mahoratlarini namoyon etdilar. Birinchi shartida krossvordni yechib chiqdik. Men bu shartdan yuqori ballni qo'lga kiritib, ikkinchi shart jadidlarning faoliyati va ijodiga bag'ishlangan asar tahlili bo'ldi. Asar tahlilidan ham yuqori natijalarni qo'lga kiritdim.
va men bu jadidlar izidan tanloviga qatnashish mobaynida jadid bobolarimizning hayoti va ijodi bilan chuqur tanishdim. Ularning asarlari, o'sha davrda yaratgan romanlari, qilgan ishlari bilan chuqur tanishdim. Men bu tanlovga qatnashishdan maqsadim yana ularni qilgan ishlarini davom ettirib jadidlar izidan borishni o'z oldimga katta maqsad qilib qo'yganman. Abdulla Avloniyning tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo falokat, yo halokat, yo saodat masalasidir degan gaplari men uchun juda ham katta faxrlar bergan. Bu tanlovda o'tgan ham ishtirok etgandim. O'tgan yili faqat 3-o'rinni qo'lga kiritgan edim. Bu yilgi rejalarim esa 1-o'rinni qo'lga kiritib, Germaniyaga sayohatga ega bo'lish. Jadidlarimizning barcha fikrlari albatta hammamizning yuragimizdan chuqur joy egallaydi. Hozirgi ilm-fan albatta barcha jadid bobolarimizning orzusi bo'lib kelgan va bu orzuga biz erishdik. Shu bilan birgalikda bizga 3-Renessansning poydevorini, tamal toshini qo'yib berganlar, davom ettirish esa bizdan. Jadidlar merosini o'rganish yoshlarning tafakkurini kengaytiradi. Ularda tashabbuskorlik va yangilik yaratuvchanlik fazilatlarini ta'minlaydi. Ushbu bosqichning birinchi bosqichidan, ya'ni bosh qotirma shartidan chiqdik. Hozirda ko'rib turibmanki, barcha o'quvchilar puxta tayyorgarlik ko'rishgan. Bu orqali biz jadidlarimizning hayoti davomida qilgan ishlari, nimalarga erishishgan, qanday unvonlar olishgan, shu haqida o'rgandik. Albatta, jadidlarimiz hayotini o'rganish biz uchun ham farz, ham qarzdir. Yakuniy natijalar fursati, hayajonli daqiqalar ham obyektivimizda muhrlandi. Viloyatda eng kuchli deb topilganlar e'lon qilindi. Unga ko'ra birinchi yosh toifasida Buxoro tumanidan Muhammadali Xoliqov, katta sinfdagilar orasida esa Vobkent tumanidan Aziza Turopovalar g'olib deb topildi. Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat, Sadriddin Ayni kabi ma'rifatchilar xalqning madaniy saviyasini oshirish, ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va millatni uyg'otish yo'lida fidokorona xizmat qilganlar. Ularning ilmiy, adabiy va ma'rifiy merosi bugun ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Mazkur merosni o'rganish ayniqsa yoshlar uchun g'oyat muhim bo'lib, bu ularning ma'naviy, intellektual rivojida poydevor vazifasini bajaradi. Biz ana shunday ezgu maqsad yo'lida birlashayotgan yoshlarning navbatdagi guruhi Navoiy viloyatidagi saralash bahslari haqida hikoya qilamiz.